turgan narsa so'zi ko'radigan apparatlar juda ham ko'p, lekin buni ko'ryapsiz, mayinligini to'g'ralgan. Endi qarang mana, bitta so'zini butunicha mana solyapman. Soldim. Ko'rdingizmi, bittada ketdi. Yana mana butun so'z solyapman. Chiqyapti, ko'ryapsizmi, bir xilda. Ya'ni bitta odamni ishini qanchalik yengillashtiryapti, qarang. Chiqayotgan so'zini ko'ryapsizmi? Hozir Xitoydan kelgan apparat bundan qalin chiqaradi. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Sababi biz YouTube ga video olib yurgan paytimizda so'z kiritadigan apparatlar ko'rganman o'sha Xitoydagini osh markazlarini, katta tonna osh qiladigan, kiloli osh qiladigan joylarga men Farg'ona shahardagi ko'rganda bundan qalin. Sabab mana buni to'rttasini bitta qilsa o'sha apparat bitta chiqaradi. Ya'ni mashinchalik qalinlikda chiqarib yuboradi. Bu so'zi juda katta odamlarning joniga tegadi. Ya'ni osh markazlari joniga tegadi. Hozir bizda Farg'onada ixtiro yaratilibdi. Ko'rib turgan narsalaring mana undan shu to'rtta turibdi. Aka o'sha yonidan bitta so'z solib o'zingiz ham chiqarib bering. Yonidan mana. Ochingdan ko'tarib bering mashina. Mana. Ko'rsa chiqyapti. Mana. 1 soatda 100 kiloni 1 soatda olib bormaydi. 1 soatga olib chiqaradi. Ishlaydigan odam dangasalik qilmay ishlab tursa bo'ldi aka mana. Tez ishlab tursa sira chiqib ketaveradi. U hali kuch talab qilmaydi bunga. Bu nasatkasi ham Xitoynikidan emas. Xitoyniki misol nima qilib yuboradi? Nasatkasi o'tmas bo'lsa tashlab yuborish kerak bo'lyapti. Bu Xitoydagi germanskiy qilib ishlaganmiz aka. Xudo xolasa bexazor xizmatini qilaveradi. Xizmatini ya'ni buni tishini ham tashqari ishlasa bo'laveradi. O'tkirlab ishlatilaveradi. O'tkirlab ishlatilaveradi. Hozir aka buni misol uchun kelishib olsak, telefonda kelishib olsak, Farg'ona ichiga yetkazib beraverasizmi? Yetkazib berilaveradi. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. O'zbekiston bo'ylab. Nechta kerak bo'lsa olib borib Nechta kerak bo'lsa chiqarib. Ya'ni sotmoqchi bo'lganga ham, ishlatmoqchi bo'lganga ham dastavka qilib beraverasiz. Karta pul tashlaysiz, o'tkazib jo'nataverasizlar mashina. Ekranda telefon nomerlari turibdi. Xizmati uzoq. Ko'rdinglar so'zini, mayinligini. Lekin zo'r kiritargan haqiqatda xotindan ham yaxshi kiritar. Uyga ham bitta maxsus olsa bo'lavergan, bemalol ishlatgan. So'zini zo'r kiritdi, men o'zim ishlatib ko'rdim, sizlarga ma'qul keldi. Bittadan like bosib, mana o'zimizda ham bitta odam rivojlanib ketishiga sababchi bo'laydi. Video tarqatib, ekranda telefon nomeri turibdi. Oshxonasi bor, tanamiz video tashlab beraylik, iltimos.